Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz, 20-aprel sanasida. Bu galgi video roligimiz Damas videolari bo'ladi do'stlar. Qo'ldan kelgancha tushirishga harakat qilamiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga esa obunani ham bosib qo'yasizlar do'stlar. Biz video rolikni boshlaymiz. Birin-ketin egalaridan so'rab ketaveramiz. Xo'sh, mana shundan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 6200 so'rayapsiz. 6200. Yili probek qancha bo'ldi? 2022-yil. 2022. 129 ming yurgan. 129 ming yurgan. Kraskalar toza. Kraska toza. Aha. Bozor narxladimi yo'qmi? Bozor 5700 beryapti. 5700 beryapti. Olib sotishga deyapti, tirikchilikka. Tirikchilikka bermayapsiz. Yo'q. Nech pul bo'lsa beraverasiz, oxiri taqalgani. 6000 bo'lsa kelishamiz. 6000 bo'lsa, ha? Qayerda yurgan bu aka? Shu yerda Toshkentda. Toshkentda kiralarga chiqmagan? Yo'q, kiraga chiqmagan mana. Poliklari ham qo'yilmagan hali. Ha, asli. Mana do'stlar, balonlari ham, polik, hamma joyi ideal. Yangi. Zavoddan qanday chiqqan shuni turibdi. Nomer aytib qo'ying. 90lik 972 87 40. 40. Mana do'stlar, Damas kerak bo'lsa, rahmat aka, charchamang. Aloqaga chiqaverasizlar. Va biz davom etamiz. Buni ko'rsataylikchi, nech pul ekan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? 4,5 yili probek. 2015-yil 360 ming yurgan. 15 365 o'zini halol probek, ha? Kraskalari? Kraskasi opetida bor. Petnolari bor, o'dar bo'lmagan. Yo'q. Motor, zadnimoz, korobka. Yo'q, yaxshi ular. Yaxshi. Motor hadolarida hech qanaqa ishi yo'q ekan, balonlarni qarang. Bu nechilik? Shu balon mana. Telefon tepaga kolonkalarni ham qo'yib qo'yishibdi, tom qismlari ham yaxshi. Bozor narxladimi yo'qmi aka? Shumka ham bor. Yumshoq mashina. Sizlar Damas kerak bo'lsa, mana chexol, polik, hamma narsasi tayyor mashina. Oxiri nech pul aka taqalgani? Gaplashamiz. Gaplashiladi. Telefon nomeri aytib qo'ying. 94lik 680 1800. Mayli aka, rahmat. Bozoringiz bersin, charchamang. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? 2012 yoki 6 so'rayapti. 2012 6000 so'ralabdi. Bozor narx qo'ydimi? Hali qimmat. Hali qimmat-a? 288 mi probek? Kraskalar qanday? Yo'q. O'darlar bo'lmagan. Yo'q, chizilgan. Chizilgan-a? Xo'sh, mana Damas so'raganlar uchun. Metan gazi taqalgan nech pul? Taqalgan 500 beraman. 5000 bo'lsa beraverasiz. Nomer aytib qo'ying. Telefon nomeri. To 93 mi? İkincisimi? 94 354 49 19. Zadnimoz, korobka, motor qanday? Hammasi zo'r, ha? Yo'q, yemaydi. Ovozlari ham yo'q. Bo'ldi aka, rahmat. Charcham. Mana do'stlar 5 bo'lsa berib yuboraman deyishdi. Aloqaga chiqasizlar agar ma'qul kelib qolsa narxi. Bo'lmasa videoga shunday tirs etib like bosib videoni davom ettirib ko'raverasizlar va 2011 Damas bor ekan, 4000 so'ralyapti ekan. Bitta narx-navosini yana so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tava? Charchamayapsizmi? Qancha so'rayapsiz? 4000 kami bor-a? Bozor narxladimi? Endi kraskalari, motor, zadnimoz, Chumcha bor, bitmalari bor. petnolar bor. O'darlar bo'lmagan. Udar yo'q mashina. Yo'q. Probegimiz qancha bo'ldi? 291 ming. Salonlari ham yaxshi turibdi. Ko'rishlar mumkin. Chexollar. Shumkalar yo'q ekan.
Push. Gaz balon. Metan ha? Metan qoraga bo'yalgan ekan. Mana 2011 Damas. 4000 dollar kami bor. Metanda 291 ming probek yo'l bosgan Damas. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Biz sekin davom etamiz. Rahmat tova. Egasi borlaridan so'raymiz. Ko'pchiligini egalari yo'q. Xo'p. 2016 Damas bor ekan. Bitta narxini so'rab o'tamiz. Shuaring qani aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nechi pul aka? 5000 kami bor a? Qancha yurdi bu? 159 ming yurgan 2016 a? Kraskalari qanday? Tekkan joylar. O'dari bo'lmagan. Suyagi butun. Motor zadniy mos. Yaxshi, zo'ra. Bozor narx qo'ydimi? 4700 so'radi. 4000 so'radi. Taqilgan nechi pul endi? 4,5 larga berib olasiz. Metani bor. Benzindami? Hozir qaraymiz. Metani bor ekan, menimcha bu o'rtoqlarimi, kimdir tanishimi? Mana mikrofonlar ham tushib. Ma'lumotlari bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qolganini endi telefonda gaplashaverasizlar. Biz davom etamiz. Rahmat aka. Charchamang. Juda ko'pchiligini egalari yo'q. Rasmlarga olib qo'yaylik, nima bo'lar ekan. Chunki hali erta, bozorga o'sha endi kelishyapti. Soatimiz 9 bo'lishiga qaramasdan endi kelib yuvib, tarab mayda-chuyda ishlarni qilishyapti. Bitta buyoqlarni ham so'raylikchi. Assalomu alaykum. Yaxshi, nechi pul ekan aka? 4200 a? 4200 375 ming yurgan 2017 Damasimiz. Shu kraskalari qanday aka? Kraska oldida bor. Oldida o'dar bo'lganmi? Ozgina to'g'ri. To'pilgan a? Korobka, zadniy mos, motor. Zo'ra. Bu tom qismlarini ham chiroyli qilishgan ekan. Shularni ham olib qo'ydik. Studinkalarimiz. Klaskalar mana mashinamiz tayyor. Gaz balonlari. Kanalning rizosi. Bozor narx qo'ydimi yo'qmi? Avtoelonga qo'yganimda ofsotarlar 4000 gacha narx qildi. Aha, O'zim olib chiqdim. Demak, ofsotarlar 4000 narx qilgan bo'lsa, Ha, 200 so'm 300 so'm foydasi sotaman deb. shunaqa. 4200 narx qo'yib qo'yishibdi. 4,5 edi. Aha. 4,5 ming qo'yib qo'ydim. Ha, mana 4,5 qo'yilgan. Bugun baraka bo'la qolsin dedimda, shundan. Ha, 4200 qo'yib qo'yibdi. Agar qiziq bo'lib qolsa do'stlar, telefonni qilasizlar. Aloqaga chiq. O'zizniki? O'zim. Bo'ldi aka. Rahmat. Charchamang, bozoringiz bersa. Xo'p, bitta muhim nimani ham ko'rsatamiz. Narxini. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul ekan? 5,5 yili probek 19 ming. 19 227 ming yurgan kraskalari. Faqat shu joyda. Motor zadniy mos, korobka. Ishi yo'q. Bir qo'l o'zlarining mashinalari ekan. Ovozi pasaydi mashinani. Mana dastavkaga hamyonbop yaxshi mashina. Shumkalar ham bo'lgan ekan, fondli shumkalar tomigacha qilingan ekan. Nomer aytib qo'yamiz aka. 93 587 ikkita 28 nomerga
aloqaga chiqsanglar bo'laveradi do'stlar. Biz davom etamiz. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'sh, 21 bor ekan. Nech pul aka? Salom. Narxini bilmaysiz. 21 ligi aniq ekan faqat. Xo'p, ko'p negasi yo'q. Yana buni narxini so'raylik. 19 bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 5600. 5600. Kraska? Kraska 5% bor. 5%. Kosmetika uchun. Kosmetika uchun, ha? Zadniy motor, motor. U joylarga javob. Javob, ha? Korobka. Qancha yurdi probek? Probek 128. 128 ming hali kam ekan. 19. Bozor narx qildimi yo'qmi? Endi olib keldik. Endi boshqa payt chiqadi. Xorazm mashina. Xorazmda mashinasi. Chotka mashina. Kamchilik yo'q. Yo'q, kamchilik yo'q. Taqilgan nech pul bo'ladi endi aka? To'xtab qolgani. Endi taqilganini so'raydi. So'raydi bozorchi. Ras olarman odammiz. Salonlarni ham ko'rsatdim. Hamma joy tayyor. Tayyor qilingan ekan. Salom. Mana afshipka qismlari, chexol, polik, xullas. Kolonkalar qo'yilgan. Tayyor. Nomerlarni qoldirib ketamiz. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 99 779 82 02 raqamiga biz davom etamiz. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'sh, bu yoqda egalari yo'q. Bu tarafdan izimizga sekin qaytib ketsak ham bo'lar ekan. Kimdan olgan bu? Sizdan emasmi? Xo'p. Mana bu yoqda ham bitta bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul aka? 52 so'rayapti. 5200 salom alaykum. 2019-chi, 1920 da. 1920 qancha yurdi? 213 ming yurgan. 213 ming o'zini halol probek. Halol probek. Salonlari ham mana yaxshi turibdi. Hozir chexol taqilsa bo'ladi. Kraskalari? Kraska orqada petno bor. Orqada petno. O'darlar bo'lmagan-a? Yo'q, suyagi butun bor. Suyagi butun. Zadniy motor, korobka, Yaxshi, motor, hammasi hammasi zo'r. O'zniki dehqonchilik. Ha, dehqonchilik. Mana dehqon yo'q deysizlar, bu bozorlarda bor deb. Generalni ham beraveramiz. Mana generalni ham beraman deb. Pulga kelsa bo'ldi. Puliga kelsa. Taqilgan hech pul oxiri narxi. To'xtagan. Endi o'tib beramiz. O'tib beriladi. Birinchi chiqarishingizmi bozorga? Birinchi bugun kelish. Bugun kelishingiz, telefon nomeri berib qo'ying. 97 lik 97 882 882 68 71. 68 71 raqami mana tog'ani o'zlarini mashinalari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Metan gazlari bor. Tayyor. Rahmat tog'a. Charchamang. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar, ma'lumot yuzasidan aytib o'tib ketamiz. Bespravek Damaslar 2025 7500 bozorda sotilyapti. Har xil 7600 ham, 800 ham qo'yishyapti. 8300 sotilyapti. Balon, monitor, chexol, polik, afshipka qismlarini yaxshi tikilgan variantlarni shunaqa sotishyapti. Garantiyalari bor ekan. 6 oy, 1 yil nimadir bo'lib qolsa mana Mejigar 906 xullas hamma narsani qilib chiroyli qilib qo'yish kerak. Hozir ichkarisini ko'rsatib qo'yay. Mana hammasi yaxshi narsalar deyishyapti akamiz. Yalang'och varianti 7500 sotilyapti. Bular endi 8300 mi shunaqa. Xullas qalam Damas videolarini shu joyda yakun yasaymiz. Bu yoqqa hali Cobalt, Jiguli, Volga tushirishimiz kerak. Eng birinchi bo'lib Damasni tushirdik. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.